Assalamu alaykum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rib atqaninglar Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida radiomizda berilgan bir qism muhim xabarlarni takrorlab o'tamiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Uyg'ur milliy harakati rahbari Rabiya Qodir xonim Uyg'ur ayollarining huquqini kafolatga qilish chet ellardagi Uyg'ur milliy harakatining muhim vazifasi deb ko'rsatdi. Uyg'ur ayollarining huquqini kafolatga ega qilish uchun oldi bilan ularni tarbiyalashning intoyim muhimligini ilgari surgan Rabiya Qodir xonim Uyg'ur ayollarini tarbiyalash Dunyo Uyg'ur qurultayining muhim xizmatlarining biri dedi. Rabiya Qodir xonim so'zining oxirida yana chet ellarda yashayotgan Uyg'ur ayollarining siyosiy huquqini qo'lga keltirish xizmatlarida aktiv rol o'ynashga chaqirdi. Yaponiya O'rta Osiyo tadqiqot markazidagi Uyg'ur ziyoli Turmamat Hashim Uyg'ur tarixini yaponiyaliklarga to'g'ri yetkazish uchun 17-sentabrdan boshlab Tokioda Uyg'ur tarixi haqida leksiya so'zlashni boshladi. Turmamat apandining bildirishicha, u Uyg'ur tarixiga qiziqadigan yaponiyaliklarning Xitoy hukumati Uyg'ur tarixi haqidagi burmilab e'lon qilgan materiallarga murojaat qilganligini bayqagan. Natijada u Uyg'ur tarixini yaponiyaliklarga to'g'ri yetkazishning muhimligini tushunib yetib, bu jihatda amaliy faoliyatini boshlagan. Bu haqda ziyoratimizni qabul qilgan Turmamat Hashim, o'zimizning tarixini o'zimiz yozishimiz kerak dedi. Hijobliq yashash jarayonida Xitoy doiralarining og'ir besimga uchragan Uyg'ur qizi hijob artish Xitoy hukumatining diniy va milliy kimlikni yo'qotishiga bo'lgan qarshiligimdir dedi. U bu yil amdali 21 yoshga kirgan bo'lib, yaqinda chet elga chiqib, o'z hikoyasini erkin so'zlashga muyassar bo'lgan. Uning bildirishicha, doirlar uni yog'liq chekkanligi uchun oliy maktabga qabul qilmagan. Ammo bu Uyg'ur qizi yog'liq chekish orqali va diniy yo'sinda kiyinish orqali irodasidan qat'iy yalmaydiganligini bildirgan. Uyg'ur arzdor Go'ar Mehmet Uyg'ur ota-bolalining ichinishlik rasmini ko'tarib, mong'anligi uchun jazoga tortilgan. O'tgan juma kuni Urumchi po'lat zavodining 60 yilligi o'tkazilgan. Yig'inga Uyg'ur rayonining tayinlangan raisi Nurbekrim qatnashgan. Go'ar Mehmet internetda tarqalgan ota-bolalining ichinishlik rasmini ko'tarib, yig'in zaliga kirishga va mazkur rasmni Nurbekriga berishga uringan. Biroq Xitoy soqchilari uning yo'lini to'sib, yig'in zaliga kirishga yo'l qo'ymagan. Zavod rahbarlari ziyoratimizni qabul qilib, Go'ar Mehmetning yig'in zaliga kirmoqchi bo'lganligi uchun emas, balki ichinishlik rasmni ko'tarib, jamoat tartibini buzganligi uchun iqtisodiy jazoga tortilganligini bildirdi. Qo'sh tillik yaslilar pedagogik maktablaridagi Uyg'ur o'qituvchilarini ishsiz qoldirmoqda ekan. Bu vaqtdagi uchurlarni ma'lum pedagogik maktabining bir Uyg'ur o'qituvchisi yetkazdi. Ziyoratimizni qabul qilgan bu o'qituvchining oshkorlashicha, qo'sh tillik maktablarning umumlashishiga ergishib, pedagogik maktablarining Uyg'ur o'quvchi manbasi azaygan. Bu sababli Uyg'ur o'qituvchilarining dars soatlari qisqartirilib, dars bo'lmagan o'qituvchilar maktabdagi yugi yetim ishlarga qo'yilgan. Hatto ba'zilari muddatdan burun ishdan to'xtashga majbur qilingan. 9-ayning 20-kundan 22-kunigacha Angliya Cambridge universitetida chaqirilgan 12-navbatlik O'rta Osiyo tadqiqoti ilmiy muhokama yig'inida Uyg'urlar haqida yumaloq ustal yig'ini hamda Uyg'ur milliy kimligi temasida maxsus yig'in chaqirildi. Angliya Newcastle Universiteti professori doktor Finley xonim riyosatchilik qilgan yumaloq ustal yig'inda Xitoyning demokratiylashishi masalasi bilan Sharq Turkiston masalasi haqida muzokara ilib berildi. Uningdan boshqa Uyg'urlar va Sharq Turkiston haqida tadqiqot ilib berayotgan mutaxassislar Sharq Turkistondagi Uyg'urlarning milliy kimligi haqida maxsus yig'in chaqirib, Uyg'urlarning milliy kimligi haqidagi tadqiqot maqolalarini o'qib o'tdi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar qitim programmamizda qayta ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.